Mana sizlarga ajoyib yangilik, videomizni oxirigacha ko'ringlar. Madinani sog'inganlar, Madina Munavvarada ko'proq tursak bo'ladimi deganlar, Xudo xolasa sizlarga aynan mana shunaqangi imkoniyatlarimizni tayyorlab qo'ydik. 40 farzni ado qilmoqchi bo'lganlar, 8 kun Madina Munavvara, 6 kun Makka Mukarramada 14 kunlik paketimiz, shafoat paketimiz. Narxini videoda boshidan aytib, $1300 odam olishyapti, $1350 odam olishyapti. Men sizlarga mana shu shafoat paketini juda ham arzon narxda taklif qilmoqchiman. $1150 8 kun Madina, 6 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar. Inshaalloh Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, shafoat paketimizni sizlarga tayyorlab qo'ydik. Ekrandagi raqamlar orqali aloqaga chiqishlaring mumkin bo'ladi. Aynan ushbu shafoat paketlarimiz sanalari 28-iyul Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizga, 22-iyul hamda 29-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizda aynan mana shunaqangi shafoat paketlarimizga joylarimiz bor. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, bundan tashqari bizda 14 kunlik paketlarimiz 28-iyul Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizga narxi $975 dan, 22-29-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz 22-iyul $950 dan, 29-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizning narxini $995 dan qilib beramiz. Xudo xolasa endi bizdan 7 kunlik paket so'raganlarga o'sha aytib o'tgan sanalarimizga 7 kunlik paketlarimiz bor. Farg'onadan narxi $900 dan, Toshkentdan Farg'onadan $925 dan, Toshkentdan $900 dan qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin bo'ladi. O'zbekistonning 12 ta viloyatdan bizga aloqaga chiqib, Telegram orqali bitta pasportlaringni tashab, Centrum Holidays rasmiy hisob raqamlariga, yashash hududlaringga yaqin bo'lgan bank orqali oz-moz zakolatlarni tashab bersalaring bo'ladi. Yokida Farg'ona yokida Toshkentdagi ofisimizga tashrif buyurish imkoniyatiga ham egasizlar. Xudo xolasa aziz ziyoratchilar, sizlarga Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 800-900 metr oralig'idagi gastitsa, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati firma hisobidan amalga oshiriladi. Albatta yuqori yilli tajribali malakali ellikboshlarimiz ishonchli hamsafar bo'lishadi. Xavfsiz va mukammal umra qilishliklaringga yelkadosh bo'lishadi. Aeroportda sumka, kamzil, bejiklarimiz hamda vizalarimiz beriladi. Qaytayotganlarida 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa kim umra safariga bormoqchi bo'layotgan bo'lsa, mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Eng arzon narxlar, eng chegirmali narxlar albatta bizning kanalimizda. Bizga obuna bo'lib, mana shunaqangi narxlarda o'tkazib yubormanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda diydor ko'rishguncha omon bo'ling.